SIM karta orqali ishlaydigan Wi-Fi routerlarning boshqa routerlardan nima farqi bor? Farqi shundaki, istalgan kompaniya SIM kartasini joylashtirasiz routerimizga va sizga istalgan hududda, tog'li hudud bo'ladimi, cho'l zona bo'ladimi, dasht qishloq joy bo'ladimi, internet bormagan joylar bo'ladimi, farqi yo'q. Telefon, televizor, video kuzatuv kameralari, kompyuterlar uchun internet hosil qilib beradi. Routerimiz 4G, 5G ga ham ishlaydi. 4 ta juda kuchli signal tortadigan antenna bilan jihozlangan. Type-C port zaryadchikni qo'llab-quvvatlaydi. 32 tagacha qurilmani ulasangiz bo'laveradi. Sekundiga 300 megabayt internet hosil qilib beradi. Endi O'zbekistonning istalgan hududida uzluksiz internet bo'ladi. Birgina SIM karta va xohlaganingizcha internet. Mahsulotni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Bizning Instagram va Telegram profilimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar doim foydadasiz.